Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, qadrli obunachilar. Mana beton quyish jarayonimizni 4-qismini ham boshladik. To'g'risi vaqt bo'lmay kelmay qoldi. Mana quyish bo'lishdi. Padushka jarayonlarini quyishdi mana ko'ringlar. Tagiga to'rttali armaturalar tashab, to'qishib, padushkalar quyib bo'lishdi mana bir tomonini. Qadrli obunachilar, bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Mana salafanlar tashab, mana ko'rishlaringiz mumkin. Hozir podval jarayonini ham ko'rsatamiz. Bemalol mana podvalni ham sizlarga ko'rsatamiz. Endi tepa qismi qolibdi. Mana qadrli yurtdoshlar, bemalol podval hali aytganimizdek mana podval padushkaga yetdi hozir. Endi tepa qismi qoldi mana tepa qismiga xudo xolisa. Tepa qismi xudo xolisa mana hozir 0 ga chiqdi padushkaga. Mana bemalol qadrli yurtdoshlar, figurali eshigi vatta mana ikkinchi dorixonamizda. Mana bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Birinchi podval mana tayyor mishalga mana hozir quyib bo'lishdi. Hayit yomg'ir bo'lib, to'g'risi video ololmay qoldik. Kelolmay qoldik. Mana bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Mana 16 li stoykasiga armaturalar qo'yib ketgan karkaslarni 2 etaj bo'ladi. Yana qaytarib o'tamiz. 2 oilaga moslangan, 2 ta dorixonali. Bu salafan sho'riga aytib o'tganimizdek, birinchi, ikkinchi qismlardan aytganmiz. Bu videomizning 4-qismi bo'lyapti, qadrli obunachilar, qadrli yurtdoshlar. Sizlarga oxirida bir chiroyli qilib obzor qilamiz, hisob-kitobli qilib. Bizni kuzatishda davom etinglar, like, podpiska bosib qo'yinglar. Kommentariy yozinglar, kamchilik bo'lsa, xatolar bo'lsa. Bu video chiqarishdan maqsad nimaga? Bu video chiqarishimizdan maqsad ko'p hozir qurilish qilayotganlar o'sha sho'riga nima qilishini bilmasdan shu salafanda ham ayashadi. Mana shu hozir 1 millionga bormaydigan salafan ketdi. Bemalol shu salafanni yozib, bemalol qo'ysalaring, sho'r chiqmaydi xudo xolasa. Bu salafan bilasizlar, o'zlari ancha-munchaga chirimaydi, nima qilmaydi. Sho'r saqlab turadi. Mana ikkinchi podvalimiz bu. Qadrli yurtdoshlar, mana bemalol ustalarimiz olishyapti. Ishqi jarayoni mana o'zlari ligrovka qilib tushiryapti tepadan pastga mana. Shopiri shashtirga yo'q, bemalol. Mana armaturalar bemalol to'rttaliqli karkaslar to'qilib, tashalib, salafanlar. Bular 16 li stoykasi. Mana. Mana bu podvalga tushish joyi, qaytarib o'tamiz yana bir bor o'zlari bilasiz. Qadrli obunachilar, qadrli yurtdoshlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Bir oxirida bir chiroyli obzor qilamiz. Necha metrga, necha kuba beton ketdi, qancha rasxod ketdi, xudo xolasa sizlarga aytib o'tamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Obuna bo'lmagan bo'lsalaring, obuna bo'lib qo'yinglar, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Birinchi chiqargan videom sizlarga yetib boradi. Kommentariy yozinglar qadrli obunachilar. Xato kamchilik bo'lsa so'ranglar. Savollaring bo'lsa qurilishga oid. Bizni kuzatishda davom etinglar. Qiziq-qiziq videolar chiqarib turamiz. Xudo xolasa manfaatli videolar chiqaramiz. Mana stoykalarni ham qo'yib ketishgan. Padushka. Mana 16 li bemalol to'qishib 2 etajga moslangan pilta tashaladi. Xolasa mana
Bu hozir podushkasi, tepasiga endi bitta palaxga 70-80 quyiladi tepasiga. Uni ham bir video qilib chiqaramiz. Mana podushka xudo xolasa bo'ldi. Chiroyli qilib olib chiqamiz. Qadrli obunachilar. Biz uzoq yaqindan ko'rib turgan yurtdoshlarimiz va musofirdan ko'rayotgan topish oson emas, qurilishga nima deydi? Mana qo'lda quygandan mishalkada quygan qaysi biri farqi desalar, endi bucha to'g'ri qimmatrog'i, kachisi va yaxshi. Buni 300 markaligi 380 mingdan kelyapti, 390 mingdan 10 kub olib keladi. 6 kubadan oshiq bo'lsa dastlabki pul olinmaydi, yo'l kira. 6 kubadan past bo'lsa yo'l kira olinadi. 5 kuba zakaz qilsangiz, 4 kuba zakaz qilsangiz yo'l kira qo'shilib qoladi. 6 kubadan tepasiga qadrli yurtdoshlar yo'l kira olinmaydi. Dastlabkasi bepul bu betonni. Shu satkaydi. Beton ishlab chiqarish zavodi ekan. Nomerlarni ham qo'yib qo'yamiz. Kimga kerak bo'lsa. Mana 300 markali o'sha 10 etaj, 15 etajga qilinayotgan quyilayotgan betonlar, markaz, zavod yaxshi. Mana qadrli yurtdoshlar, qadrli obunachilar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Like, podpiska bosib qo'yinglar qadrli yurtdoshlar. Qanday kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz. Savollaringiz bo'lsa yozinglar kommentariyaga, javob beramiz qo'ldan kelgancha. Bu 2 etajga moslanyapti. Podval ustiga plita tashaladi. Plita tashalish jarayonini ham olib chiqamiz, xudo xolasa. 2 etaj bo'ladi. Hali g'ish urish jarayonlarini olib chiqamiz, xudo xolasa. Bizni like, podpiska va qo'llab-quvvatlab turinglar. Hali sizlar kutgan videolar hali oldinda. Bemalol ko'rishlari mumkin, qadrli obunachilar. Mana bu oraliqqa metsploy tashavorlarda shag'al, hali arzon shag'al metsploylardan bemalol bat zina bo'ladi, tush podvalga tushish joyi. Aytib o'tganimizdek, tagi stechka bo'ldi 30 sm. Podushkasi ichida bo'lib ketdi. O'sha podushka deni quyilmadi. O'sha podushkasi ichida mana ko'ringlar, chiroyli.